Hürmetli vatandaşlar, bugün sizlerge biz fevkalade bir leksiya sözleyimiz. Bunun fevkalade buluşu hazır Amerika Koşmuş Ştatları. Hükümetinin prezidenti Trump hükümetinin, mesela Prezident Trump hükümetinin, Maun Prezident Mike Pence efendinin tünügün saat 4. günü Perşembe günü Hadis'in Tadqiqat Üniversitesi'ndeki Tadqiqat Merkezi sözlügen notqını, yani Cungu siyasi doğrusu sözlügen notqını bugün sizlerge anlatımız hürmetli vatandaşlar. Hazır delmişindaq bir peyti, mesela Orunbasar Prezident Mike Pence efendi doklad sözleşten. Mesela 4. günü sözlügen dokladdan keyin 8. günü, 10. ayının 8. günü Amerika Koşmuş Ştatlarının Devlet İşler Katibi Mike Pompeo Beijing'de ziyaret kıldı. Bu doklad, yani Prezident Maun Prezident Pence efendinin dokladı sözlenip bolgandan keyin deyileni bir ay ötmey 11. ayının 30. günleri etrafında Amerika Koşmuş Ştatlarının Prezidenti Trump bilen Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti Devleti'nin reisi Xi Jinping 20 devlet başlıkları yukarı dereceli uçuruşuda söhbetli buludu. Demek hazır keyinki işlerini keyin koyup duraylı, keyinki işlerini keyin koyup duraylı bugün 4. günü tünügün zaten muavin prezident, yani orunbasarı Prezident Mike Pence kandak doklad sözledi. Çünkü siyasi doğrusu kandak doklad sözledi. Hazır ben tünce olup bunun bütün tercümesini kelip boldu. Zörür tepilgandı bütün tercümesini tercüme kılıp elip çıkımız. Bu mesela dastlapda aldırap dinep Amerika avazı ilan kıygan dastlapkı noskısta kıskartılgan noskını bugün vatandaşlarga tapşırımız. Bu Cungu siyasi nöbetçi Amerika Koşmuş Ştatlarının Cungu siyasi dep düşünsünüz. Bunu hürmetli vatandaş. Mavzumunda Orunbasar Prezident Mike Pence efendi Amerika Cungu münasebeti doğrusu da notuk sözlep Cungu'nun köp türlü hareketlerini ayıpladı. Mavzulu haber. 10. ayının 5. günü Amerika avazından Xitaylı programı ilan kılındı. Haber mındak başlandı. Amerika Koşmuş Ştatları Orunbasarı Prezident Mike Pence haftanın 4. günü tematik iddiaları köp xillaşkan. Notuk sözlep Amerika Cungu münasebeti doğrusu da toxtaldı. Orunbasar Prezident Pence, Cungu Amerika'nın demokratiyasiga arlaştı dep ayıpladı. Orunbasar Prezident Pence konservatiflar bilim hazinesi Hadis'in tadqiqat ornida notuk sözlegende mundaq görsetdi. Cungu misli görülmegen hareket qozgap Amerika cemaat fikriga ta'sir ko'rsatib 2018 yil o'tir mezgillik va 2020 yili o'tkaziladigan mamlakatlik prezident saylimi o'tkazilishdan burun muhitga, yani saylam muhitiga ta'sir ko'rsatmoqchi bo'ldi. Orunbasar Prezident Pence Cungu'nun talaş tartış bulup atkan Janubi Deniz ve Şarkı Cungu Denizini harbiyleştirgenligini ayıpladı. Hem de Cungu terakki kılıp atkan devletlerge qariz biriş diplomatiyasi yürgüzdü dedi. Ve qariz biriş diplomatiyasi degende elaki Cungu'nun nöbet yol koyup atkan bir yol bir belbaq siyasi. Başka devletlerge qayıl kılıp şu devletlerinin Tayvan bilen diplomatik münasebetini öz işiga orundu. Ameliyatı özde yakıngaçı bolgan Aralık 2016 yılı 5. ayda Sayyiğmin Tayvan'a prezident bolup saylandığından hazırgacha Xitay hükümeti şu devletlerge diplomatik, yani qariz bir iş diplomatiyasi boyunca şu devletlerini ayırıp çıkıp Tayvan'dan diplomatik münasebetlerini üzgen boldu. Orunbasar Prezident Pence'nin nutq sözlegen peyti del Amerika ve Cungu soğudu uğruşu özlüksüz örlevatkan bir peyti doğruken. Amerika Cungu soğudu uğruşu özlüksüz örlevatkan bir peyti doğruken. Tübende Orunbasar Prezident Pence sözlegen nutqdan kısmen mezmulları tübendikidek tercüme kılındı. Beijing başka her kandak vakit kısalıştırganda özünün küçüne texemi keng aşkarlaşqa başladı.
Jungo harbiy parxodlari davamlı Yaponiyanın başqurishidagi Shinkako taqım arallarına yaqin yerda çağırlaş elib bardı. Gerçi Jungo rahbarlari 2015-yili Aqsaray Güllik bağçısı turup özünün devletinin Janubi Jungo dengizin harbiyleştirish niyetinin yo'qligini tilga olgan edi. Bugun sun'iy yasalgan arallarda harbiy ishlar geografiyasi paydo qilib, Beijing harbiy parxodlarga qarshi harbiy qurollar havo mudofaasiga raketalar o'rnashtirdi. Jungo bu yerda hayba qilish harakatlarini oshkorladi. Jungo'nun bir parça harbiy parxodi, bir dana harbiy parxodi Janubi dengizda erkin qatnayotgan Amerikaning Decatur belgilik harbiy parxodi qistab kelib, ikki harbiy parxodning orlig'i faqat 41 metrlik qilib qoldi. Bizning harbiy parxodimizni maydondan tezlik bilan ayrilishga majburladi. Bunda qo'pollik bilan qarshilik qilishga uchragan bo'lsa-mu, Amerikaning harbiy parxodlari xalqaro qonunlar yo'l qo'ygan doirada harakat qilgan edi. Devletimiz manfaatining talabchanligi ostida aeroplanlar davomli uchatdi. Harbiy parxodlarimiz davomli qatnadi va qatnaydi. Biz qo'rqib ketmadik. Biz tugilib ketmadik. Ya'ni Amerika qo'rqib ketmadi, yoki Amerika tugilib ketmadi. Jungo'ning atalmış qarzga bo'g'ib qo'yish diplomatiyasi ta'sir kuchini kengaytirishga boshladi. Bugun Jungo Osiyada, Afrikada, Yevropada, hatto Latin Amerika davlatlarini necha yuz milliard dollarlik asosiy qurilish mablag'i bilan ta'minladi. Qarz berilgan bu pulni yaxshi tarafga jo'rab tasvirlasak-mu, yanada aniq emas. Lekin bundan keladigan manfaat yanada zo'r miqdorda Beijing tarafga oqadi. Sri Lankadan so'rab boqaylik. Bu davlat zo'r miqdorda qarz elib, qimmati gumon qo'zg'aydigan port qurilishini Jungo shirkatlariga topshirdi. Bizning yerim sharimizda Beijing Venezuela degan davlat. Venezuela chiriklashgan iqtidorsiz mag'duri yo'q bir hokimiyatga g'oyatlik puli bilan ta'minladi. 50 milliard dollar bilan ta'minlashga va'da berib, bu pulni neft bilan qaytarishni talab qildi. Beijing yana va'da berish orqali Jungo'ning strategik maqsadiga moslashtirib, siyosiy partiyalarni va nomzodlarni bevosita qo'llash bilan bu davlatlarning siyosiy sohasini chiriklashtirdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining o'rinbosari prezidenti, ya'ni muavin prezidenti Mike Pompeo so'zining nutqini bundoq davomlashtirdi. O'tgan yildan boshlab Jungo Kompartiyasi Latin Amerikasida 3 davlatni nasihat bilan ayvashga keltirib, Tayvan bilan diplomatik munosabatni o'zishga elib keldi. Orqada Beijing shu hukumatlarni e'tirof qildi. Bu harakatlar Tayvan bo'g'ozining muqimligiga tahdid soldi. Amerika Qo'shma Shtatlari bu harakatlarni aybladi. Gerçi bizning hukumatimiz 3 parcha birlashma axborotni Tayvan munosabatlari qonunda aks etgan Jungo siyosati Amerika boshdan oxirigacha ishinib keldiki, Tayvanning demokratiyasini quchoqlash barliq Jungolarga dag'dam yo'l ko'rsatadi. Tayvanning navbatdagi demokratik tuzum va siyosiy tuzumini quchoqlash yo'li butkul Jungoliklarga, qayerda bo'lsa Jungoliklarga dag'dam yo'lda mengishni ko'rsatadi. O'rinbosar prezident Mike Pence mundaq ko'rsatdi. Men tushungan Jungoning Amerikada nima ish qilayotganligini sizlarga aytib beray. Ba'zilar axborot uchur bog'lashni qo'lga keltirgan xabarlar, ba'zilar oshkora qo'lga keltirilgan xabarlar, lekin hammasi o'xshashlar pokitdir.
Ben sözlep ötkendek, biz hazır sözlep atkan bir peytte, Beyceğin del bugün hükümetinin solu bu içe təsir küçünü kengaytip, menfaatini kolga keltirishni ko'zladi. Beyceğin del hazır texami teşebbüskarlık ve mecburlaş şeklinde bu güçten faydalandı ve Amerika'nın içki işleriga ve siyasiga aralashdi. Jungo növbetde Amerika'nın içki işleriga ve siyasiga aralashdi. O'rinbosar prezident Mike Pence mundaq ko'rsatdi. Bugun Jungo Kompartiyasi hukumati Amerika savdo sanoat şirketleriga mukofot berib, Amerika'nın savdo sanoat şirketleriga mukofot berib, popozu ishlatib, qo'shimcha popozu ishlatib, kino studiyalari, oliy maktablar, bilim xazinalari, Amerikalik olimlar, muxbirlar, yerlik, shtatlik, federatsiyalik hukumat arboblariga tahdid soldi. Gördünüzmü vatandaş? Xitoy Amerika bu devletinin yuqorqi odamlariga, siyosiy odamlariga, adabiyot san'at odamlariga, oliy maktablarga, olimlarga, o'quvchilarga, o'qituvchilarga, hammasi Amerikalik. Nima qilyapti? Biri pul berish, mukofot berish, ikkinchisi tahdid solish. Ko'rdingizmi, Xitoyni uyg'unlab ketganini, hurmatli vatandosh? Demek erbaplarga tahdid soldi. Eng yovuz tarafi shuki, Jungo misli ko'rilmagan harakat qo'zg'adi. Amerika fuqarolarining jamoat fikriga ta'sir ko'rsatdi. 2018-yil o'tir mezgillik saylam va 2020-yillik prezident saylami muhitiga ta'sir ko'rsatmoqchi bo'ldi. Demek bu ta'sir ko'rsatmoqchi Xitoy o'zining siyosiy ta'siri yoki moddiy kuchi orqali Amerika jamoat fikriga ta'sir ko'rsatib, saylam muhitini tizginlamoqchi. Xiyolida Amerikada men kimni saylab, kimni o'tirib qo'yman, kimni prezident desam sen shuni saylaysan degan holga keltirmoqchi. Amerika Qo'shma Shtatlarini. Bunga dunyo ma'qul demdi, hurmatli vatandosh, bunga Amerika xalqi ma'qul demdi. Bugun o'rinbosar prezident Mike Pence efendi dalmi shunaqda so'zlayapti. Lekin shu narsani tushuningki, hurmatli vatandosh, Xitoyning Amerika bu jamiyatdagi, Amerika bu davlatdagi qo'li qandoq uzrab ketgan. Bu qo'llar qaysi yerlarga bordi? Qarang mana. Kino studiyalari, masalan, artistlarmi shuning ichida. Oliy maktablar, o'quvchilar, o'qituvchilar, olimlarmi shuning ichida. Bilim xazinalari, tadqiqot organlari demakchi. Andan olimlar dedik, muxbirlar, hatto chon-chon gazetlarning, televiziya stansiyalarining muxbirlari, yerlik, shtatlik, masalan, har qaysi shtat, 50 shtat doirasi alayli, shtatlik, federatsiyalik hukumat arboblarga, ko'rdingizmi? Federatsiya va shtatlardagi hukumat arboblarga tahdid soldi. Hem mukofot berdi deyildi boshda, hem oxiri tahdid soldi deydi. Eng yovuz tarafi shuki deydi, o'rinbosar prezident Mike Pence efendi.